Assalomu alaykum. Sizlar bilan yana men Ravshanbek. Xo'p, bugun sizlar bilan rabochiy telefonlari narxi bilan tanishib o'tamiz. Bizda hozir eng arzon telefonimiz bu Samsung A01. Bu telefonimiz ichki xotirasi 16 GB, ikkita sim kart o'qiydi, ikkita kamerasi va fonari bor, ya'ni spichka. Ushbu telefonimiz xudo xohlasa remont bo'lmagan. Bir oy kafolat beramiz bu telefonimizga ham, bolajonlar uchun ixcham va chiroyli. Xo'p, ushbu telefonimiz A02s Samsung 32 GB ichki xotiraga ega. Ushbu telefonimizni 500 ming so'm qilib beramiz. Telefonimizga ham bir oy kafolati bor. Orqa qismi. Bu telefonimiz Type-C zaryadnik bilan quvvatlanar ekan. Xo'p. Bu telefonimiz 9C. Bu telefonimiz 400 ming so'm qilib beramiz. Buning ichki xotirasi 32 GB. Yana bitta Samsungimiz bor. Samsung. Xo'p. A11. Bu telefonimiz 600 ming sotilgan. Hozirda buni ham 500 ming so'm qilib beramiz. Buning ichki xotirasi 32 GB. Hop, yana Samsung A02 telefonimiz bor. Buning ham ichki xotirasi 32 GB. Bu 550 ming so'm. Bu ham ikkita sim karta o'qiydi. Eslatib o'taman, bizdagi barcha telefonlar o'z umidan ro'yxatdan o'tgan. Sizni sim karta o'qmay, ertaga qiynamaydi. Hop, bizda yana Poco telefonimiz bor. Poco M3. Batareykasi adashmasam 6000 amper, zaryadi zo'r yetadi. Keyin o'yin o'ynaydigan ukalarimiz bo'ladi, Poco model. O'yin o'ynashga zo'r, qotmaydi. Bu modelimiz 750 ming so'm edi. Buni hozirda 600 ming so'm qilib qo'ydik. Ichki xotirasi 64 GB. Hop, bizda yana Redmi Note 9. Ushbu telefonimiz ichki xotirasi 128 GB. Bu telefonimiz 800 ming so'm edi. Hozirda buni 700 ming so'm qilib qo'ydik. Redmi 10. Bu telefonimiz ichki xotirasi 64 GB. Hop, bu telefonimizni 600 ming so'm qilib qo'ydik hozirda. Old qismi ikkita kolonka, quvvatlash qismi Type-C zaryadnikdan zaryad oladi. Redmi 9A. Bu telefonimiz 32 GB. Bunda bizda ikkita bor. Ikkalasini ham 450 ming so'mdan qilib beramiz. Xo'p, bizda yana Redmi 8A. Bu telefonimiz 32 GB. Narxi 450 ming so'm edi. Buni 400 ming so'm qilib beramiz. Bizda yana Infinix ishqibozlariga Infinix Hot 30i. Hop, bu telefonimiz 850 ming so'm. Sotuvdagi narxi, buni oxiri 700 ming so'm qilib beramiz. Eslatib o'taman, men sizlarga hozir eng oxirgi, ya'ni sotilish narxini aytib o'tyapman. Ushbu telefonimiz 128 GB xotiraga ega. Ikkita sim kart o'qiydi, ikkita fotoapparat va spichkasi bor. Bizda hop koreyskiy modellardan LG bor. LG Q61 64 GB xotiraga ega. Bular bitta sim kart o'qiydi. Pechatkasi bor ekan. Bizda yana 2 dona LG Q51 modellarimiz bor, 32 GB. Bular 650 ming so'm edi narxi, hozirda 550 ming so'mdan qilib beramiz. Old qismi. Ekranlari almashmagan. Radno o'zbek. Hop, bu telefonimiz LG X6
64 GB xotiraga ega. Bu sotuvda 750 ming so'm, buni ham 600 ming so'm qilib beramiz. Bizda yana hozir bolajonlarimiz telefonga ancha o'rganib qolgani uchun planshetlar olib keldik. Ushbu planshetimiz 256 GB xotiraga ega. Ikkita sim karta o'qiydi, YouTube, qolgan internet kanal, Telegram barchasiga kiradi. Telefon qilsangiz, qo'ng'irog'ingizga javob beradi. U ham mavjud. Telefon qilib ishlatsa ham bo'ladi. Ikkita sim karta, Type-C. Type-C dan zaryad olar ekan, orqasi. Fotoapparati bor, spechkasi bor. Bu quloqchasi qo'lni o'tkazib olish uchun qo'ldan tushib ketmaydi bo'lajonlarimiz. Rezinaviy chetlari rezinadan qilingan ekan, tushib ketganda himoyalanadi. Keyin yana bitta buni plus tarafi ekrani himoyalangan. Ya'ni bolajonlar ko'tarib yurishi bor, tushirib yuborishi bor. Ekran o'zi himoyalangan, sensorning ustida laminati yo'q. Sensori hozirda o'zimizda bor. Bu narxi 55 ming so'm turadi. Mabodo sinib qolsa qimmat emas. Shu taraflari yaxshi ekan. Buni ichida keyin darsligi bor. O'tishim kerak. 80 ta tilni o'rgatadi. 80 xil tilli darsligi bor. Buni korobkasida nimalari bor? Barchasi USB kabel, zaryadka, ishlatish uchun ruchka. Qanaqadir kichkina avtomobilcha. Adashmasam bu sunnatcha. Va raqamlar. Bu planshet internet tarmoqlarida, Instagramda ko'rdim. 1 million, 1,5 million eng arzoni 800 mingdan sotishyapti. Hozirda biz bu planshetimizni 500 ming so'm qilib beramiz. Ya'ni 2025-yil aprel oyidagi narxlar. Bizning manzilimiz shahri Mega Plaza binosi 12-do'kon. Ismim Ravshanbek, barchangizni qolamiz. Hozirda bizda ishlatilgan telefonlar shular edi. Bizni kuzatib boring. Keyingi videoyimizda knopchli telefonlar haqida ham ma'lumot berib o'tamiz. Ularning narxi, modellari haqida ma'lumot berib o'tamiz. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.